Bo'lmasinki bor bir ro'z bir tani sinasdan turtib taylashligiz bilan, birta degani ozor aziyat berishligiz bilan, bir tani kaltaklashib va shalloqlashligiz bilan va birta degani sinasiga qundoq bilan urishligiz bilan bir ro'z yig'lasayizki falonini otasini ko'p ozor aziyat berdim. Harchiki duo qilaman, hanuzam irayim oromishga emas, hanuzam itminon topmaydi. Ko'p xato qilgan ekanman. Ko'p inog'alarimiz bor, jamiyasiga qudratdan o'tganda hozirga oldi bizga yig'laydi. Sohib Saudiga ham bordim, Ka'bani girdiga ham yig'ladim dedik. Xudoyo, falonini o'g'lini, falonini otasini qahr g'azabim bilan bedun jurum necha qundoqni boshiga urgan edim. Janob Hoji Mavlo So'yib, oyo yo'li bormi-ki bor, bir yo'l qilsam-ki shu meni oldimdan shuni ruhsi oldimdan shod bo'lsa. Saxt inson bir ro'z pushaymon bilasiz. Lihozo bedun jurum zindonga yubormoq oddiy gapdir. Bedun jurum shalloqlamoq oddiy gapdir. Bedun jurum jamiyaning ichiga arbob va kattahoy qavmki bor bir insonni obrini to'kmoq, olimoy din bir insonni haysiyatini zerifo qilmoq oddiy gapdir. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, iyyakum va azal mu'min. Mu'min kishini azor aziyat berishligidan nihoyat va nihoyat qo'rqadi. Nima uchun? Fa innahu habibu rabbih. Bu Parvardigor olam, Robbil alaminda habibi va do'sti bo'ladi. Sahobaiki ustiga haddi islomiy joriy bo'laydi-ki, bir jumaga bayon qildim mutojib bo'lsanglar, vaqtdagi shalloqni yegan pillasiga bir taydiga aytdiki bor, hey dushmani Xudo, bor shu gunoh va ma'siyatga giriftorsan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qurboni bo'lsam, aytdilarki, haqqing yo'q-ku bunga sen yomon gapirga deysan. Fa innahu yuhibbulloh va rasulah. Xudo va payg'ambarini yaxshi ko'radi. Qilmagan obrini to'kmagin dedi. Manbud din, manbud islom, manbud ukhuvat inog'aliki islomga va Qur'onga bizlar eshitamiz. Obri bir kishi, haysiyati bir kishiga nihoyat aziz nasli javonlar mutojib bo'lishligimiz kerak.